Agar oilada Allohga bo'lgan muhabbat, iymon va taqvo ustuvor bo'lsa, u xonadon nafaqat baxtli, balki boshqalarga ham ibrat bo'ladi. Chunki Allohni chin dildan sevgan qalblarda adovat emas, rahmat va sabr hukm suradi. Azizlar, siz Allohni sevasizmi? Mana bu savol bilan o'tgangi suhbatimizni boshlagan edik. Alhamdulillah, aminmanki, juda ko'pchilik mu'min musulmonlar bu savolga eshitish zahotiga yuraklari titrab, ko'zlariga yosh kelib, alhamdulillah, sevaman degan javobni aytdilar. Ha, Allohni sevamiz. Sevmay bo'ladimi? Bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizni sevmay bo'ladimi? Bizga rizq berayotgan Robbimizni sevmay bo'ladimi? Shuncha gunohlar qilsak ham gunohlarimizni hech kimga bildirmasdan satr qilib, berkitib, tavba qilishlik imkoniyatini berayotgan Allohu azza va jallani sevmay bo'ladimi? Buning uchun unda yurak bo'lmasligi kerak. To'g'ri azizlar, ba'zilar bu savoldan hayron ham bo'ldilar. Shunday savol ham beriladimi? Allohni sevmay bo'ladimi degan savolni beruvchilar ham bo'ldi. To'g'ri azizlar, ehtimol bu savol noo'rin deb tushungandir. Lekin Allohni sevishligimizni quruq til bilan isbot qila olmas ekanmiz. Alloh azza va jallani haqiqatda sevdikmi, seva olyapmizmi? Buni alomatlari bor ekan. Ulamolar buni bizga o'rgatibdilar. Aytadilarki, quyidagi alomatlar kimda bo'lsa, demak u Allohni sevyapti. Birinchisi, kim Allohni sevaman deyotgan bo'lsa, u payg'ambari Muhammad alayhissalomga ergashmoqligi lozim. U zotning yo'lidan yurmoqligi lozim. Chunki Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamga shunday deydi. Estaizu billah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamga Alloh sizlarga quyidagi gapni aytishlikni o'rgatyapti. In kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni deb ayting. Agar sizlar Allohni sevadigan bo'lsalaringiz, fattabi'uni, bas unda menga ergashinglar deb ayting. Yuhibbukumulloh, shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Va yaghfir lakum dhunubakum, va gunohlaringizni kechiradi. Vallohu g'afurur rahim. Alloh gunohlarni kechirguvchi, rahimli zotdir. Ana azizlar, Alloh o'zi bizga o'rgatib turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam orqali bildirib turibdi. Kim Allohni sevaman degan bo'lsa, demak u payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomga ergashmoqligi lozim. Siz Allohni sevasizmi deganimizda bir oz hayron bo'lib, shu ham savolmi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, javobini o'zingiz toping. Qalbingizni og'ritmang, birodar. O'ylanib ko'ring. Siz Allohni sevadigan bo'lsangiz, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga ergashyapsizmi? U zotga ergashsakkina Allohni sevganligimiz isboti bo'lar ekan va Alloh ham bizni sevar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning aytgan sunnatlariga amal qilish. U zot orqali Alloh azza va jallani buyruqlarini hayotga tatbiq qilish. Mana bu chin muhabbat. Sahobalar shunday bo'lganlar. Ular payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga nima uchun nima desalar ergashdilar. Mana buni qil desa qildilar, qilma desa qilmadilar. Nega? Chunki ular payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga ergashishlik bilan Allohga bo'lgan muhabbatini izhor qildilar. 622-milodiy sana. Sahobalar Makka mukarramani Allohni sevganligi uchun Rasuli Muhammad alayhissalatu vassalamga ergashmoq Allohga muhabbat ekanligini bilganliklari uchun u zoti va barakot bilan Makkadan Madinaga qarab hijrat qilib ketdilar. Bog'larini, uylarini, mol va dunyolarini tashladilar. Rohat va farog'atlardan kechdilar. Zero ular ham Allohni sevaman deb qo'ysa bo'lar edilar-ku. Yo'q, sevgini isbotini qilmoq kerak ekan. Sevganni isboti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoq ekan. Hamma sahobalar mashaqqatni bo'yniga oldilar. Ana shulardan birlari oxirlarida Suhayb Rumi radhiyallohu anhu qolib ketib qoldilar. Har qancha urinsa ham chiqa olmadilar. Qalblarida
vujudlarida Allohga bo'lgan muhabbat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat chulg'ab olgan bo'lsa-da, chiqishlik imkoniyatini topolmadi. Hamma ketgan, yolg'iz o'zi g'arib bo'lib qoldi. Bir kuni hamma narsalarni oldida agar Allohni sevsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmoqligini bilgan mana bu buyuk sahoba o'zi bir paytlar quldan chiqqan bo'lishlariga qaramasdan iymon, islom ne'matini ato qilingan buyuk sahoba ham yo'lga otlandilar. Buni eshitib Suhayb Rumi radhiyallohu anhu ning atrofini o'rab oldilar. Yo'llariga peshvoz chiqib to'sdilar. "Sen qayerga ketyapsan?" dedi. "Meni qo'yib yuboringlar. Men Rasululloh alayhisolatu vassalam orqasidan ergashib ketmoqdaman. Sizlarga nima yomonlik qildim?" dedi. "Sen bizni yurtimizga kelganda qul eding, kambag'al eding. Mana shu joyda oshnon topding, pul topding, davlat topding. Endi bularni olib chiqib ketasanmi?" dedi. Shunda Rumi radhiyallohu anhu ularga qarab, "Men nimaiki topgan bo'lsam, Allohning bergan rizqini topdim. Mehnat qildim, tijorat qildim" dedi. "Yo'q, sen bunday holatda chiqib keta olmaysan" dedilar. Shunda Rumi ularga qarab tijorat taklifini berdi. Ha azizlar, Rumi tijoratchi edilar. Bunaqa tojir boshqa bo'lmasa kerak. Ularga qarab aytdilarki, radhiyallohu anhu, "Meni yaxshi tijoratchiligimni bilasizlar. Sizlarga tijorat taklifini beraman. Hozir butun dunyoyimni, shu yerda topgan hamma moli dunyoyimni qayerga berkitib qo'yganligimni sizlarga aytaman. Hammasini olinglar, lekin meni Madinaga qo'yib yuboringlar. Men Rasululloh alayhi salatu vasallamni oldiga boray" dedilar. Nima uchun? Chunki u zotga ergashishlik orqali Allohga muhabbat qilishlik imkoniyati bor edi. Haligi kofirlarning dardi ham pul edi, chunki ularning sevgisi mana shu dunyo edi. Ular sevgilisidan ayrilyotdi. Shuning uchun bu gapdan ular hovliqib ketdilar. "Ha" dedilar, "qayerga ko'mganingni aytsang, chiqarib yuboramiz. Boringlar, falon joyda, falonchinikida falon narsam turibdim, falon dunyoyim berdi." Hamma narsasini berdi. Ular yugurganlarcha kim o'zarga chopib ketdilar. Ertaroq borib Suhayb Rumi radhiyallohu anhu ning halol dunyosini talon-taroj qilish maqsadida ketdilar. Rumi xafa bo'ldi deysizmi? Yo'q azizlar. Shu paytgacha topgan hamma dunyosini Alloh yo'lida, Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatini izhori o'laroq sarflaganligi uchun xursandchilikdan Makkadan Madinaga qarab ketdilar. Madina sahro yo'llaridan o'tib, qiyinchilik va mushkullar ila Madina-i Munawvaraga kirayotganlarida uzoqdan bir sharpa ko'rindi. Yaqinroq borib qarasa, Rasululloh alayhi salatu vassalam Madinadan Makkaga qarab turgan edilar. Rumi radhiyallohu anhu bir necha qadam uzoqlikda to'xtab qoldilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam Rumi radhiyallohu anhu ga qarab, "Tijorating barakotlik bo'ldi. Tijorating barakotlik bo'ldi. Tijorating barakotlik bo'ldi" dedilar. Bunday tijorat bo'lmagan dedilar. Rumi radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Allohni sevganligi uchun, Rasuli Muhammad alayhisolatu vasallamni sevganligi uchun hamma narsasini fido qilib kelgan edi. Alloh bu narsani Rasulimiz alayhissalomga bildirdi. Va Rasulimiz alayhisolatu vasallam bunday tijorat hech qachon bo'lmaganligini aytib, Rumi radhiyallohu anhu qutlab muborakladilar. Ha azizlar, sahobalar Allohga bo'lgan muhabbatini Rasulimiz alayhisolatu vasallamga mana shunday ergashishlik bilan izhor qilganlar. Biz Alloh haq azza va jallani sevishlikni da'vo qilyapmiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam qil degan ishni qilmasdan qanday qilib izhor qilamiz? Qilma degan ishlarini qilib qo'yapmiz, qil deganini qilmayapmiz. Bahonamiz bor. Turli bahonalar qilaveramiz. Lekin Allohni sevishligimiz uchun hech narsa bahona bo'lmasligi kerak ekan. Toki sevamizmi, unda Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ergashaylik. Ba'zan sahobalar biror bir narsani taqiqlaganini eshitsalar darhol to'xtatganlar. Bir paytlar eshak go'shtidan ovqat qilib yeyishlik harom bo'lmagan. Sahobalar hammalari to'planib, eshakning go'shtini pishirib, qozonda qaynatib ovqat yeb turishgan edi. Boshqa bir sahoba kelib ularga hozirgina Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shuni go'shtini yeyishlikdan qaytardi deyodilar. Biz eshitmadik, hozir yeb olaylik demadilarda, chiqib qozonni bir tepib uni o'ntarib yubordilar. Tamam. Sahobalar shunday bo'lganlar. Demak, Alloh azza va jallani sevishligimizning alomatidan eng birinchisi
Rasulimiz alayhissalatu vassalamga ergashishlik bo'lar ekan. Allohni sevishlikning ikkinchi alomati bu Alloh azza va jallani, ya'ni sevgan Robbimizni ko'p eslamoq, zikr qilmoq. Odatda sevganini ko'p eslaydi. Ba'zilar bor, dunyosini shu qadar sevadiki, har kuni pulini sanab qo'yadi. Ba'zilar bor, boshqasini sevadi. Lekin biz bugun Allohni sevishligi haqida gapiryapmiz-da, o'zimizga savol berishimiz kerak. Allohni sevamiz, qancha zikr qilamiz? Allohni qancha eslaymiz? Alloh Qur'oni Karimda "Estaizu billah, fazkuruni azkurkum." Meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman dedi. Allohni eslamoq kerak. Allohni eslash bu tasbih bilan, zikr bilan bo'ladi azizlar. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh. Allohni doimo eslamoq kerak. Doim zikr qilmoq kerak. Ba'zan zikrlarni ham Alloh o'zi kechirsin, shoshilib qilamiz. Qo'limizda tasbih, o'tiribmiz. Subhanalloh, subhanalloh. Juda ham tez aytamiz. Nima deyapmiz o'zi? Biz hamma kamchilik va nuqsondan pok deyapmiz Allohni subhanalloh deyishimiz bilan. Alloh pok zot ekanligini izhor qilyapmiz, lekin nima deyotganimizni bilmasdan tasbih o'tkazish bilan ovoramiz. Subhanalloh deganimizda Alloh azza va jallani hamma narsadan pok ekanligini qalbimiz ila izhor qilib eslamoq kerak. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin deyapmiz. Nega? Bizni inson qilib yaratgan, musulmon qilib yaratgan, tilimizni Allohni o'zini eslaydigan qilib qo'yganligi uchun alhamdulillah deyapmiz. Buni ham shoshilmasdan zikr ila aytmoq, qalb taskini ila aytmoq kerak. Allohu akbar. Allohdan ulug' zot yo'q. Alloh ulug'dir deb aytyapmiz. Ha, bu Allohni eslamoq. Shunday ekan azizlar, sevgan zotimizni tez-tez eslab turishligimiz, doimo zikrda turishligimiz qalbimiz bilan, albatta bekorga Naqshbandiy hazratlari dasbakor va dilbayor deb aytmaganlar. Qo'ling mehnatda bo'lsin, ammo qalbing Allohda bo'lsin. Bu juda ham katta ma'nodagi gap. Doimo qo'limiz boshqa ishlar bilan band bo'lgan taqdirda ham qalbimiz Allohni eslab turmoqligi kerak. Bu Allohni sevgan insonning alomatidan. Yana ulamolar aytibdiki, Allohni sevganligingizni 3-alomati siz Alloh sevgan kishilarni seving. Ha azizlar, Alloh sevgan kishilarni siz ham seving. Alloh ulamolarni, ahli fazillarni, taqvodorlarni, muttaqiylarni, mo'min musulmonlarni sevadi. Chunki yuqoridagi oyatda kim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashsa, Alloh uni sevishligini aytdi. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ergashayotgan zotlarni Alloh yaxshi ko'rar ekan. Siz ham yaxshi ko'ring. Biz Allohning bandalarini, mo'minlarni, musulmonlarni, bir-birimizni yaxshi ko'rishligimiz bilan Allohga bo'lgan sevgimizni alomatini bildiramiz ekan. Shunday ekan, Alloh azza va jallani sevaman deb qalbimiz ila aytar ekanmiz. Mana shu sevgini, alomatlarini, belgilarini ham o'zimizda paydo qilaylik. Alloh hammalarimizni Allohga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilsin. Muslimun uz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jallani sevgan, Alloh azza va jallaga iymon keltirgan har qanday kishi Alloh azza va jallaning tanimoqi kerak. Ism sifatlarini aniq bilmoq kerak. Shuning uchun sizlar bilan Alloh azza va jallaning ismlari va sifatlarini eslash, qo'limizdan kelganicha ojizona ma'no berishlik va ulamolar bergan sharhlarini sizlarga yetkazishlikka harakat qilamiz. Azizlar, Alloh azza va jallani o'zi Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, Estaizu billah, "Valillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Alloh azza va jallaning go'zal ismlari bordir. Bas Allohga o'sha ismlari ila duo qiling dedi. Ha, Allohning barcha ismlari go'zal. Har bir ism va sifatlari Alloh azza va jallaning o'ziga, ismiga mosdir. Ba'zan insonlarda ismlar qo'yiladi, lekin ba'zan ism u insonning jismiga mos kelmaydi.
aytaylik, qancha ismlar bor, adil degan, adolatli degan, lekin hayotda u zolim. Shuning uchun qo'yilgan ismlar muvofiq kelmasligi mumkin, ammo Alloh azza va jallaning ismlari hammasi o'ziga muvofiqdir. Shuning uchun ham Allohning ismlarini o'rganishlik bilan bu ismlardan o'zimizga ta'lim olamiz, tarbiya olamiz. Alloh azza va jallaning ism sifatlari deganimizda azizlar, agar Alloh azza va jallaning zotiga dalolat qiladigan bo'lsa, bu Allohning ismlaridir. Agar Allohning sifatlariga dalolat qiladigan bo'lsa, bu Allohning sifatlaridir. Qur'oni Karimda Alloh azza va jallaning 150 ta ism sifatlari keltiriladi. Hadis, sunnat va oyatga muvofiq o'rgangan ulamolardan ko'pchiligi 160 ta ham deb keltirganlar. Lekin siz bilan biz doim mashhur hadisga muvofiq 99 ta ism sifatlarini o'rganib kelganmiz. Aslida Alloh azza va jallaning ismlari bundan ham ko'p ekanligi bilinadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam quyidagi gapni aytadilar. Lillahi 99 isman man hafizaha dakhala al-janna va innalloha vitrun yuhibbul vitra. Ravahul Shayhan va Tirmizi. Alloh azza va jallaning 99 ismi bor. Kim ularni yod olsa jannatga kiradi. Albatta Alloh toqdir va toqni yaxshi ko'radi dedilar. Haq azza va jalla toq bo'lgani va toqni yaxshi ko'rgani uchun ham uning go'zal ismlari 99 ta bo'lgan. Kim o'sha 99 ismini yod olsa jannatga kiradi. Chunki bu go'zal ismlarni yod olgan kishi Alloh taoloning go'zal ismlarini doimo zikr qilib yuradigan banda bo'ladi. Albatta bu ismlardan o'ziga tarbiya oladi. Ammo bu Alloh taolaning 99 dan boshqa ismi yo'q degani emas. Albatta Alloh azza va jallaning ismlari aytib o'tganimizdek bundan ko'pdir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni ikkinchi Ibn Hibbon va hokimlar rivoyat qilgan hadisda yanada to'laroq bayon qilinadi. Bu ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytdilarki: "Inna lillahi ta'ala 99 isman, 100 ghayra wahidin. Man ahsaha dakhala al-janna" dedilar. Ya'ni Alloh azza va jallaning 99 ta ismi bor. Kim ularni to'liq bilib olsa jannatga kiradi. Mana bu hadis avvalgidan ko'ra to'ldirilib kelyapti. Hadisning davomida huvallohu allazi la ilaha illa huvar rohmanur rohim. U 99 ism, u Allohdir. U Allohiki undan boshqa iloh yo'qdir. U Rahmandir, u Rahimdir deb eng oxiriga qadar 99 ta ismni sifatni aytib chiqqan. Shunday ekan, bizlar azizlar bu hadisdan o'zimizga oladigan manfaatimiz Alloh azza va jallaning ismlarini yodlashni o'zida emas ekan. Mana bu joyda bir e'tibor beradigan jihatimiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam man ahsoha deb aytibdilar. Oldingi hadisda kim yodlasa degan edilar. Bu hadisda esa ahsoha deb kelyapti. Ahsoni ko'pchilik sanash deb tarjima qiladi. Sanash emas ekan azizlar. Sanash bu boshqa ekan. Sanaganda 1 2 3 deb sanab ketaveradi. Ammo lekin ahso degani bu bilish, o'rganish deganda uni shu darajada bilishlik. Ya'ni Alloh azza va jallaning ismlarini, sifatlarini yodlashlik bilan birga to'liq bilib olish. Tasavvur qiling, bir sinfda o'qituvchi kiruvdi, 25 ta 30 ta bola o'tiribdi. Hammasini nomma-nom aytib chiqdi. Hammasini sanab chiqdi. Lekin ularni ismini biladi xolos. Ro'yxatini biladi. Lekin o'sha aytaylik kimidir ismi Mahmud, kimidir ismidir Ahmad, kimidir ismi Odil bo'lsa, ularni ichki dunyosini, uni fe'li atvorini, uni holatini bilmaydi, ismini taniydi. Ammo lekin biz Alloh azza va jallaning ism sifatlarini o'rganar ekanmiz. Ahsoha deganda Alloh azza va jallaning isminigina o'rganib qo'yish emas, bu buni to'la bilib, anglash, tanish, tub-tubigacha har bir ismda oxirgi mohiyatigacha o'rganishlik talab qilinadi. Ana o'shini bilgan, o'shini o'rgangan va shunga amal qilgan albatta jannatga kiradi. Alloh azza va jallaning eng birinchi buyuk ismi Alloh lafzi. Alloh azizlar Qur'oni Karimda 2600 dan ziyod, taxminan 2700 ga yaqin joyda Alloh ismi keladi. Alloh bu hamma ismlarning ulug'idir. Hamma ismlar mana shu Alloh azza va jallani bizga tanitishga xizmat qiladi. Allohur Rahman,
Allohur Rahim, Allohul Malik, Allohul Quddus, Allohul Jabbar va hokazo. Hammasi Alloh azza va jallani tanitishlikka xizmat qiladi. Shuning uchun ham biz mana shu Alloh deganda bilishimiz kerakki, bu buyuk Robbimiz Alloh azza va jalladir. Qur'oni Karimda 2600 dan ziyod, taxminan 2700 ga yaqin joyda kelishlik bilan birga hamma narsalar, tasbihlar, zikrlar hammasi mana shu ismi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, astag'firulloh, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah, mashaalloh, Ka'batulloh, Kitabulloh, hammasida Alloh ismi qo'yilib ishlatilyapti. Shunday ekan, bu Alloh azza va jallaning eng buyuk ismi. Ba'zi ulamolar ismi azamdan biri dedilar. Shunday ekan, Alloh azza va jallani biz mana shu ismni o'zini eshitganimizda buyuk bizni yaratgan zot Robbimizni bilib olmoqligimiz lozim. Alloh so'zi aslida arab tilidagi alaha fe'lidan olingan bo'lib, bu iloh masdariga mansub bo'lib, ma'bud ya'ni ibodat qilinadigan zot degan ma'noni berar ekan. Aslida ilahu, lekin arablar qoidasida al-ilahu deb yoziladi va ikkita lom bitta kelib qolganligi uchun idg'om qoidasi deydi. Arab tili grammatikasida ikkita lom, ikkita bir xil harf kelib qolsa, biri ikkinchisining ichiga qo'shib aytilinadi. Al-ilahu Allohu degan so'zni tashkil qiladi. Alloh so'zi 4 ta harfdan iborat. Qarangki azizlar, bunda bir ajiblik bor ekan. O'sha 4 ta harfdan qaysi birini birin-ketin olib olsangiz ham ma'no buzilmaydi. Alloh lafzidagi alifni, ya'ni a'da olib olsak, lillah degan so'z qoladi. Bu ham Alloh uchun degan ma'noni beradi, Allohni bildiradi. Agar keyingi lomni olib olsak, lahu degan so'z qoladi. Bu ham o'sha Alloh azza va jalla uchun degan ma'no kiradi. Lomini olib olsak, hu degan zamir qoladi. Ya'ni bu ham aslida hu zamir ham Allohga qaytadi. Ya'ni har bir harfini olib olgan taqdirda ham Alloh azza va jallaning go'zal ismi saqlanib qolyapti. Shunday ekan, bu Alloh ismi azizlar eng buyuk ism. Yer va osmondagi barcha narsalar Alloh azza va jallani nomiga tasbih aytadi. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla yer va osmondagi hamma narsa Alloh uchun tasbih aytadi dedi. Shunday ekan, Alloh azza va jalla bu Alloh azza va jallaning o'ziga xos bo'lgan ismidir. Bu ism bilan boshqa hech kimni hech narsani atab bo'lmaydi. Bu yolg'iz Robbimiz bo'lgan, ilohiy ma'budimiz bo'lgan, biz ibodat qiladigan, bizni yaratgan, yo'qdan bor qilgan Robbimiz Alloh azza va jallaning ismidir. Ba'zi ulamolar mana shu Alloh ismini ismi azam deb ataganlar. Ismi azam sir saqlangan ismlardan hisoblanadi. Ba'zi ulamolar Ibn Atolloh rahmatullohi alayhi kabi zotlar mana shu bitta ism uchun kitoblar yozganlar. Bitta mana shu Alloh azza va jallaning ismini sharhi uchun mujallad kitoblar yozilgan. Buni hammasini albatta biz sizlarga yetkazishlikdan ojizmiz. Lekin bugun biz Alloh azza va jallaning ismi sifatlarini o'rganar ekanmiz. Eng birinchi mana shu Alloh ismidan boshladik. Alloh azza va jalla hamma boshqa ismlar mana shu Alloh ismi atrofida jamlanadi. Alloh siz bizni yo'qdan bor qilgan, tilimizda, dilimizda doimo mazkur bo'lgan, ulug' zot bo'lgan Robbimizning ismidir. Allohga bo'lgan muhabbatimiz doimo bardavom bo'lsin. Allohni sevgan va uning roziligini birinchi o'ringa qo'ygan oila hech qachon yo'qolmaydi. Bunday oilada farzandlar ham odobli, halol va mehribon bo'lib ulg'ayadi. Har birimiz o'z oilamizni iymon va muhabbat bilan mustahkamlasak, jamiyatimiz ham go'zal va barqaror bo'ladi. Alloh barchamizni ana shunday ibratli oilalardan qilsin.